obunachilar 10 ta qo'y qo'zi narxida ketdi. 6 million so'mdan bir ikkala qurt bilan 4 ta patir liboycha yetkazib beriladi. Ularga yetib boradi. Asfalt tugagan yergacha. Gap yo'q. Men akalar biz Namangan viloyat Qo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan mashhur Ulug'bek o'rtog'imiz qo'y fermasiga keldik. Bu yerda hammasi qo'chqor sonlar 10 donagina. Aha. Qo'y beslar qanaqa bo'ladi? 85 plyusga olishaversa. 85 mana o'zlari jullan, to'kib quloqlari tikka dumbalar ham tikka dumbalar ekan. Narxlar qanaqa bo'ladi ular 10 tasi? 6 million so'mdan. 6 million so'mdan. Ha. Shiriklar qilib telefon qilasan, o'tib berasan. Yana o'tib beraman. Yana o'tib berasan. Bular sheriklari ham bormi? Bor mana. Nechta bular? Bular 5 ta. Bular son 5 dona ekan. Bular ham Shohdor boqaman deganlarga. Necha puldan berasan 5 tasini telefon qilsa? Bonus bo'lsinmi? Ha, bitta. 57 dan bir joyga ketdi. 5 million 700 ming so'mdan telefon qilsalar yana alohida bir xil videolarni tashlab beringlar. Telefon qilsalar bo'ldi, ishlang bitadi akalar. Shoshilib qolaverasizlar.